Assalomu alaykum o'quvchilar. Demak, test dasturini boshlaymiz. Birinchi savolimiz: rasmda nechta uchburchak bor? Bizga demak, ana rasm belgilangan. Kenguru shaklida. Bunda uchburchaklarni sanaymiz. Bosh qismini o'zida 3 ta uchburchak bor. Pastda qo'liga bitta uchburchak bor, dum qismiga yana bitta uchburchak bor. Demak, jami 5 ta uchburchak bor ekan. Birinchi savolimizda javob bunday. 2. Xo'p, hisoblashga kelgan 200 ko'paygan 9 plus 200 qo'shilgan 9. Birinchi ishga ko'paytirish bo'ladi. Demak, 209 ga ko'paytirsam 1800, 200 plus 9. 1800 ga 200 qo'shsam 2000, 2000 ga 9 demak 2009. 2009 sekaga bo'ladi. Uchinchi savolimiz: 4 ta kubning nechta uchi bor? Demak, bitta kub shaklini chizamiz. Uchi deganda qaysini nazarda tutiladi? Mana bitta uchi, ikkita, uchta, to'rtta. Xuddi shunday orqasida ham bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Bitta kubda 8 ta uchi bo'lgan o'quvchi. Ana endi 4 ta kubga nechta bo'ladi? Demak, 4 ko'paygan 8 jami 32 ta uchi bo'ladi. To'g'ri javobimiz A. 4-chi savolimiz: kenguru qayerda? Mana bu yerda rasm belgilangan, qaranglar. Kenguru qayerda? Kenguru aylananing ichida va kvadratning ham ichida. Faqat uchburchakdan tashqarida. Bu variant B kalitiga bo'ladi. Demak, kengurimiz qop aylana va kvadratning ichida, lekin uchburchakda emas degan. 5-chi savol. Xo'p, 5 qavatli uyda har bir podyezdda, har bir qavatda 4 ta kvartira joylashgan. Demak, har bitta podyezdimizga 5 ta qavat bo'lgan. Har bitta o'quvchilar qavatning o'ziga yana 4 ta uy bo'lgan. Har biriga 4 tadan umumiy bitta podyezdimizga nechta bo'ladi? 20 ta bo'ladi. Sababi 5 ta etaj bor, 4 tadan bo'lgandan keyin 20 ta bo'ladi. Bizga aytibdi 71-nomerli kvartira nechinchi qavatda joylashgan? 71 bo'lish uchun nechta podyezd kerak o'quvchilar? 3 ta podyezd bo'lsa agar har biriga 20 tadan nechta ketadi? 10 ta ketadi. Yana 11 ta uy ortib qoladi. Demak, 11 tani to'ldirish uchun birinchi qavatdan 4 ta olamiz, ikkinchi qavatdan 4 ta. 8 ta bo'lmaydi. Demak, 3-chi qavatdan o'quvchilar 3 ta uyni olsam, ana 71 raqam ana shu yerda to'g'ri keladi. Demak, javobimiz bo'yicha 3-chi qavatda bo'ladi. Xo'p, to'g'ri javobimiz bizda C. 6-chi savol. Rasmdagi kattagi qog'ozda 930 soni yozilgan. 806 ni hosil qilish uchun kvadratlarning nechta rangini o'zgartirish kerak? Ana bu yerda o'quvchilar yozilgan, mana qaranglar. Men ko'k bilan belgilab qo'yganman. Demak, 8 ni hosil qilish uchun bitta tepadagi 9 ni kattaga bo'yaladi. 0 ni hosil qilish uchun yuqoridan 2 ta bo'yaladi va o'rtadagi 10 tashlanadi. Va 6 ni hosil qilish uchun bitta 10 tashlanadi, bitta o'rtadagi yana bo'yaladi. Umumiy hisobda o'quvchilar, xo'p, bizga 6 tasini rangini o'zgartirishimiz kerak. Qora bo'lsa oq, oq bo'lsa qora. To'g'ri javobimiz B. 7-chi savol. Surochka paket 2 oy ichida kunlarni sonini hisoblab chiqdi. U qaysi hisobdan qaysi sonni chiqara olmaydi? A saytida 62 ni, B saytida 60 ni, C esa 58, D esa 59, Y 60 var. Demak, 2 oydagi ketmagi sonlar sanabdi qaysi raqamni chiqara olmaydi? O'quvchilar, maksimal qaysini chiqara olmaydi? Qaranglar. 2 ta oydan agar ketma-ket bo'lsa, agar bittasi 30 kun, bittasi 31 kun bo'lishi mumkin. Misol uchun yana 30 kun deylik, bunisi 31 kun. Jami qaysi kun bo'ladi? 60 ni chiqarib olaylik. 60 javobdan chiqdi. Hop, yana qaysi sonni chiqarib olmaydi? Misol uchun bitta fevral 28 kun bo'lsa, undan keyingisi mart. Mart o'quvchilar 31 kun bo'ladi. To'g'ri? Eng kam o'yinimiz fevral 28 kun bo'lgandan keyin mart 31 kun bo'ladi. Demak, 59 ni chiqarib bo'ladi. To'g'ri? 59 ni chiqarib bo'ladi. Ana endi xuddi shunday yanvar necha kun bo'ladi? Yanvar 31 kun bo'ladi. 59 ni ham chiqarib bo'ladi. 60 ni qanday chiqaramiz? Mana misol uchun fevral 29 kun bo'lgan emas, bu 31 kun bo'lsa agar 60 ham chiqaradi. To'g'ri? 60 ni chiqarib bo'ladi.
62 chiqarib bo'ladi. Ikkita ketma-ket o'yinimiz 31 kundan bo'lsa agar mana 62 ham chiqarib bo'ladi. Bitta javob 58 qoldi. Demak, o'quvchilar 58 ni chiqarib bo'lmaydi. Bittasi 28 kun, bittasi 30 kun bo'lishi mumkin emas. Faqat fevral 28 kun bo'lishi mumkin, lekin fevraldan keladigan mart oyi 31 kun. Shuning uchun to'g'ri javobimiz 58. Xo'p, undan keyingi savol 8. Shokolad plitkasini bir xil bo'laklardan iborat. Kichik Lazbek uni halollik bilan ajratdi. Avval u buvisiga uchun 5 ta, keyin esa buvisi uchun 7 ta bo'lak bo'ldi. Endi nechta bo'lak bor? Ana, bizlarga 4 burchak qilib ko'rsatgan, bunaga 5 ta kesgan, bunaga 7 ta o'quvchilar. Umumiy hisobda nechta bo'lak bo'ladi? Demak, 4 burchak desak, bu yo'g'ini 5 bo'lak qilibdi, bu yo'g'ini 7 bo'lak qilibdi. Umumiy hisobda bu yo'g'da demak 5 tadan, bu yo'g'da 7 tadan. 5 kere 7 umumiy 35 ta bo'lak hosil bo'ladi. 8-savolning javobi. 9-savolimiz. Ikki xonali sonlar raqamlar ko'paytirib quyidagi qaysi biriga teng bo'la olmaydi? Demak, A esa aytibdi 40, B esa aytibdi 36, C esa aytibdi 20, D esa 13, E aytibdi 12. Ikki xonali son. Sonlarni olib ko'ramiz. 40 bo'ladimi? Raqamlarga ko'paytiramiz. Bo'ladi. Misol uchun 58 ni raqamlarga ko'paytiramiz 40 bo'ladi. 40 bo'laydi. 36chi. 36 bo'lish uchun 49 raqamlar yalnız bo'ladi. Raqamlar ko'paytiramiz. 4 kere 9 36 ni beradi. Demak, keyingi 20. 20 bo'lish uchun necha bo'lsa kerak? Misol uchun 45. 45 raqamlar ko'paytiramiz. 4 kere 5 20 beradi. Demak, bu ham bo'ladi. 13. Xo'p, bitta nashalar 13 sonligi uchun bo'lmaydi. Xo'p, to'g'ri javobimiz ana shu bo'ladi. Endi 12 ni so'zlaymiz. 12 bo'lishi uchun raqamlar 34. 34 raqamlar ko'paytiramiz necha? 3 kere 4 12 ni beradi. Demak, bitta D javobdagi 13 ni hosil bo'lmaydi. Keyingi savolimiz mana. Tungi soat 3 da qasrda sharpa paydo bo'ldi. Shu vaqtgacha to'g'ri vaqtni ko'rsatadigan soat shu tezlik bilan qarama-qarshi vaqt ketadi. Yaxshi, ana endi 3 ni ko'rsatib turgan bo'lsa, endi teskariga ishlash boshladi. 2, 1, 12 bo'lib orqaga harakatlanishni boshladi demak. Xo'p, shu sharpa kun chiqishi bilan 4:45 da qolib ketdi. Demak, 4:45 da soat qolib ketdi. 3 dan boshlab bu orqaga harakatni davom ettirdi. Bu vaqt soat nechaga ko'rsatadi? O'quvchilar umumiy hisobda necha soatga adashyapti? Umumiy hisobda 1 soat 45 minutga adashyapti. To'g'ri? Ana endi xuddi shunday tartibda orqaga harakatlanganida, demak, asli ko'rsatadigan vaqtimiz 0:45 bo'ladi. Sababi bu to'g'riga harakatlansa, orqaga harakatlanmasdan 0:45 ni ko'rsatishi kerak. Uzun 1 daqiqa 45 sekund orqaga qoldi. 3 daqiqadan ayiradigan bo'lsalar, o'quvchilar 1 daqiqani 15, ya'ni 0:15 ni ko'rsatishi kerak bo'ladi. Bu 1 soat 45 minut, demak bu orqaga harakatlanganligini bildiradi. To'g'ri javobimiz bu yerda B ekan. Hop, bu birinchi savolimiz edi. Hop, 11. Raqs to'ygalarga 25 ta o'g'il, 19 ta qiz shug'ullanadi. Demak, o'g'il bolalar 25 ta, qizlar 19 ta. To'ygalarga har hafta yangi 2 ta o'g'il, demak, har hafta 2 ta o'g'il, bitta qiz qo'shiladi. Qaranglar o'quvchilar, nechtaga ortib boradi? Hop, o'g'il bola 2 ta yangi o'g'il bola, 3 ta qiz ekan. 3 ta qiz ekan, har hafta qizlar bittaga ortib boradi. Ana endi davom qilmayman. Necha haftadan so'ng o'g'il bolalar bilan qizlar soni tengashadi. Hozir ikkalasining farqi necha? 25 dan 9 daysiz. 6. Demak, o'g'illar 6 taga ko'p. Ana endi har kuni 2 ta o'g'il bola qo'shiladi. 3 ta qiz bola har hafta. Demak, qizlar bittaga o'rta bo'ladi. Necha haftadan keyin teng bo'ladi? Razlitsasi 6 bo'lgani uchun 6 haftadan keyin teng bo'ladi ikkala komanda. To'g'ri javobimiz A. Demak, keyingi savolimiz 12. Nechta 3 xonali sonlarning raqamlar yig'indisi 2 ga teng? 3 xonali son berilgan ekanligi, nechtasini raqamlar yig'indisi 2 bo'ladi? Misol uchun bitta yozaman. 101. 1 ga 0 qo'shsam 1, 2 ga 0 qo'shsam 2 bo'ladi. Keyingi yana qaysi bo'ladi? 1 ni yozsang bo'ladi. Yana bor. 200 bo'ladi. Ana. Kimdir aytishim so'z 0 dan 1 narsa 0 o'nba, misol uchun yana qaysi bo'ladi?
0 0 1 1. Bu ham qaysi usul ishlayveradi? 0 2 0. Mana bu o'quvchilar 3 xonali son bo'lmaganligi uchun boshdagi son uchini 3 xonali son bo'lmaydi. Bizga faqat raqamlar yig'indisi 2 bo'lgan 3 xonali sonlarimiz 3 ta ekan. To'g'ri javobimiz bizda. 13-chi savol. O'yindagi rasmda har bir katangning rangini o'zgartirilgan, oqni qizilga va teskarisi qizilni oqqa, natijada quyidagilarning qaysi biri hosil bo'ladi? Mana bu yerda bizga o'quvchilar to'rt burchakning ichiga bergan. Mana misol uchun oq ko'rsam, ugulga oq bo'sh, oqni qizil qilaman, pastga misol uchun qizilni qora bo'lib ketganimizga, qorani nima qilaman? Oq qilaman. Joyni almashtirsam, qaysi shakl hosil bo'ladi deb 13-chi savolimizga. Hop, bu yerda mana bejavob keladi. Bejavob tekshirib ko'rsam agar o'sha rasmdan asal bo'ladi, mana shu. 14-chi savolimiz. Xonada bir nechta it va mushuk bor. It bilan mushuklar bor ekan. Xonada itlarning burnidan mushuklarning panjasi 2 marta ko'p. Hop, itni X deyman, mushuk Y deyman. Itni har biriga bittadan burni borligi uchun X deymiz. Mushukga nechta panja bo'ladi? 4 Y. Endi xonadagi itlarning burnidan mushuklarning panjasi 2 marta ko'p. Demak, ana bu itlarning burni endi bu mushuklar panjasi. Bu panja burundan 2 marta ko'pligi uchun buni 2 ga ko'paytirsam ikkalasi teng bo'ladi. Bu yerda nima ma'lum? X teng 2 ko'paygan Y. Misol uchun 5 ta it bo'lsa, misol bilan tushunaman, X teng 5, ya'ni 5 ta it bo'lsa, 5 itga 5 ta burun bo'ladi. 5 ta itni 5 ta burni bo'lgandan keyin hop 2 ga ko'paytirsam 2 martaga farq bor. O'nda mushuklar 2,5 taga to'g'ri keladi. Ya'ni 2,5 ta mushuk endi bu 5 olsak, qo'polroq chiqargan x ni 6 desam aniq javob chiqadi. Misol uchun 6 ta it bo'lsa, bizga mushuklarimizni soni shomollarda 3 ta bo'ladi. Sababi 6 ta itga nechta burun bo'ladi? 6 ta burun bo'ladi. 3 ta mushukka nechta panja bo'ladi? 12 ta panja bo'ladi. Shundan ham ma'lumki, mana 2 martaga farq qiladi. Hozir bu yerda 6 ta it bo'lyapti, mushuklar 3 ta bo'lyapti. Xo'p, demak 2 martaga farq bor. Mushuklar itlardan 2 barobar kam. C javobini to'g'ri bo'lsak bo'ladi. 11-chi savol. Xo'p, shahar ko'chalari orqali kvadrat bloklarga bo'linadi. Mashina harakatini M nuqtadan boshlab har bir chorrahada chapga yoki o'ngga buriladi. Bir blokda o'tib mashina o'ngga, keyin 3 marta chapga, yana 2 marta o'ngga burildi. Rasmlarning qaysi biri avtomatik bo'linadi ko'rsatadi. Demak, qaranglar, men Y javobini topdim. Ana M nuqtadan boshlansa to'g'ri harakatlanyapti. Bitta o'ngga dedim mana. To'g'ri harakatlanib bitta o'ngga kiryapti. 3 ta chapga deyapti. Chap tomonga qarab bitta, 2 ta, ana 3 ta burilgandan keyin yana qaytib o'ng qo'liga qaytyapti. 2 ta o'ngga qaytdi. Bitta ana bu yerdan qaytdi, mana 2 ta ana bu yerdan, mana bu yerda kelib qoldi. Demak, biz agar tepadagi aytilgan shart bo'yicha Y kalit to'g'ri keladi. Mana 6-chi savol. 50 solli o'rnoqlar 7 ta yong'oqlari bor. Demak, 50 solli. Hammasida o'quvchilar 7 ta yong'oq bor ekan. Ularning har birida kamida bittadan yong'oq topdi. Ularning barchasi turli miqdorda, ya'ni uchalasini xo'p, yong'oqlari har xil ekan soni. Misol uchun bittasiga 5 ta, bittasiga 2 ta, bittasiga bitta bo'lishi mumkin deylik. Xo'p, ana endi hammasida o'z yong'oqni 50 topdi. Eng kamini demak 50 topdi. Eng ko'pini 50 topdi. 50 qancha yong'oq topgan? O'quvchilar mana bunday deb oldim. 50 kamlik uchun 1 xo'p 4 2 oldi. 50 ni ko'p degan 50 ko'p qo'shib chiqsam 1 ga 4 5 5 ga 2 7 bo'ladi. Shunda 50 eng ko'p 50 eng kam topgan bo'ladi shart bo'yicha. Xo'p, 50 qancha yong'oq topdi? Demak 50 eng ko'p 4 ta yong'oqni topdi. Ana shu 3 ta sonni qo'shsam agar javobi 7 chiqadi uchun. To'g'ri javobimiz bu yerda A ekan. 7-chi savolimiz. Xo'p, Asila va Petya daryo yonida yashaydi. Asilaning uyidan chapda 47 ta. Mana bu yerda Asila bu. Yonida bir metrobindan Petya bor. Xo'p, ana endi Asilaning uyidan chapda, Asilaning uyidan chapda 47 ta uy bor. Ana bu yerda o'chirib 47 ta uy bor ekan.
Ana endi davom qilaman. O'ng desa 23 ta. Mana o'ng tomondan nechta bor ekan? 23 ta uy bor ekan. Ana endi Petyaning uyida chap tarafga o'ngdagi sonlar deyilgan. Petyaning uyi ana bu yerda o'quvchilar. O'ngda va chapda bir xil miqdorda. Aslidadan o'ng tomonda 23 ta edi, to'g'rimi? Bittasi Petyaning nechta qoladi? 22 ta qoladi. Ana 22 tani teng 2 tomonga bo'lsa o'quvchilar 11 ta bu yoqqa tushadi, 11 ta bu yoqqa. Ana bu uy bilan jami nechta bo'ladi? 23 ta bo'ladi. Ana endi o'ylayman. Asli va Petyaning uylari orasida nechta uy joylashgan? Mana ana Aslidaning uyi, ana Petyaning orasida nechta joylashdi? Demak, 11 ta uy joylashdi. To'g'ri javobimiz B. O'zingizning savol. Tayoqlardan rasmdagi raqamlarni hosil qilish mumkin. 15 ta tayoq yordamida aniqlash mumkin bo'lgan eng katta sonni yig'ib bizning o'quvchilar beradigan 976 sonni topdim. Eng katta bo'lish uchun eng katta raqamni olish kerak. 9 da hosil qilish uchun bizga nechta raqam ketdi? 5 ta tayoqcha ketdi. Xo'p, 8 hosil qilish uchun 7 ta, 7 ni hosil qilish uchun 3 ta. Ana jami hisobda 15 ta tayoqcha hosil bo'ldi. Xo'p, demak, 19-savol. Guldasta 4 ta guldan iborat. Qizil, moviy, sariq, oq. Qizil, moviy, sariq, oq. 4 xil gulimiz bor ekan. Ushbu guldastaning har biriga asallar faqat bir marta qo'yiladi. U qizildan boshlaydi va to'g'ridan to'g'ri sariqdan oqqa uchmaydi. Qizildan boshlab qo'ymaydi, sariqdan oqqa uchmaydi. To'g'ridan to'g'ri. Tushundingizmi? Shu holatda barcha gullar orasida ariq necha xil usulda uchishi mumkin. Qizildan birinchi boshlasa o'quvchilar, keyin majbur moviyga keladi. Sababi aytibdi, sariqdan oqqa to'g'ridan to'g'ri uchmaydi. Shuning uchun moviyga kelgandan keyin bitta yo'l bo'ladi, keyin sariqdan oqqa uchishi mumkin. Bitta ana shu variant bo'ladi bizda. Xo'p, yana ikkinchi xil variant qanday bo'lishi mumkin? Xo'p, birinchi qizilga qo'yiladi. Birinchi qizilga qo'ygandan keyin sariqqa qo'yiladi. Keyin moviyga qo'yilib, yana sariq qo'yib oqqa uchishi mumkin. Bizga ham ikki xil variantda bo'lishi mumkin. Bizga to'g'ri javobimiz D. Hop, 20-savol. Agar 6 ta xonali raqamni to'q joylardagi raqamlar yig'indisi juft joylardagi raqamlar yig'indisiga teng bo'lsa, biz baxtli deb nomlaymiz. Baxtli raqam bo'lish uchun hop qaysi holda uy bo'sh o'rinlarni raqamlar bilan to'ldirish mumkin? Ana bu yerda o'quvchilar bitta to'g'ri javobimizga keladi. Y javobdagi variantimiz qaranglar. 3 ta 5 ta yana bitta xona yetmadi. 1 8 1 2. Ana buni raqamlar hop yig'indisi betamasgan o'qaman. Hop. Bitta tashlab bitta qo'shib chiqsagich bilan 2 hop 1 2 ana bilan 4. Ana davom etamiz. Nima dedi bizda? Agar 6 xonali sonni to'q raqamni to'q joylarni raqamlarni emas, juft joylardagi raqamlarni emasga teng bo'lsa, biz baxtli deb ataymiz. Baxtli raqam olish uchun quyidagi hollardan qaysi birini to'ldirishimiz kerak? Ana endi bitta tashlab bitta olishimiz kerak. Buni oldik. Ana endi mana bu yerda o'quvchilar 0 sonni qo'ysak bo'ladi. Ana bu yerda 2 sonni qo'ysak bo'ladi. Ana shu holatda 10 bo'ladi raqamlarimizni, raqamlarimiz 4 bo'ladi. Umumiy holatda o'rinda bo'ladi. To'g'ri javobimiz A kalitlari belgilangan. Xo'p, shu bilan demak tahlil o'z nihoyasiga yetdi. Savollaringiz bo'lsa yana izohlash mumkin.